barchaga salom berasizlar. Shobdan hozircha bugungi videoda ya'ni biz soat mashinasini quramiz. Hozir biz qurishimizdan oldin agroturamizni qilib ishimizni qilishimiz kerak. Chunki hozir biz agrotur ishimizni qilamiz. Hozir 1 minut kutib turinglar. Xo'p, endi biz ketmonim. Oldin bitta zichilga temirdan ketma olmay berishim kerak. Bu qayerda ekan o'sha zichil? Qani topich? Ha meni. Zichil. Ha. Okey. Ana bitta ketma olmay berib qo'ygan edim-ku senga. Ha, o'sha ketma qani? Ha, hozir beraman, to'xta. Meni o'zi bu yerda lekin qochib ketdi. Mana ketmamizni olib o'zimiz ishimiz qilishimiz kerak. Ketishdi kimdan ekan qilaman. Ikkinchi kuni kompyuterim o'ynabken soat 7 soat 2da shu narsa qilishni boshlayman. Qanaqadir boshlaydi. Hozir biz undan qurishni boshlaymiz 1 minutdan. Havo bilan ishlaydi. Biz hozir o'zimiz agroturimizni qurib olishimiz kerak birinchi navbatda. Birinchi o'chganlarni, yaxshi o'chganlarni qilamiz. Keyin bularni ham yaxshi o'qishni shularni qilamiz. Hozircha 2tasi, 3tasini, 4tasini yapamiz. Qilamiz. Bo'tga bitta. Yana bitta. Ha, endi buni merga beramiz. Meni esa hozir bu yem eshigimni tagida bo'ladi. Unda merga beraveramiz, o'zi olib qo'yadi. Mana hop, endi men uxlashim kerak chunki malazin ona chit bo'ldimi nima? Mana. Unda men dondubukni o'ynashim kerak ma'lumda. Ratman bilan bitta o'ynaydigan o'yinim bor edi, unda hozir o'ynayman. Hop, men o'yinni ham ketib oldik. Aytgancha ben uni qurishim uchun narsam yo'q edi, shunga hozir men yerdan oyligimni olaman, keyin men bozorga ketaman. Hop. Meni. Voy. Ana men agroturni berdim, ko'rinish bu xolos. Hozir beraman senga. Yo'q, bo'lmaydi. Mashinasi qilmaydi. Hop, men damchi berdi va kechan choti tez bozorga borishim kerak bo'lsa qo'lga olaman. Nima bu? Bozor mastrap deydi, endi ketdim. Video o'chtiradi, hop undan ketdim. Bozorga mana. Hozir video o'chtiradi, unda biz ketdik bozorga. Hop, meni avvalda mashina kerak narsa bo'lgan, men YouTube'dan ko'rdim. Hozir mashina tekshirib ko'ramiz, o'zi qishloqdan o'xshaydi. Hop, birinchisini tegi optizan. Ana. Hop, keyin atrofini jum bilan o'laymiz. Bitta qator bo'ladi shunga. Meni. O'tirani sindirib olamiz orqa joylarni. Endi tepasiga o'tamiz. Tepasi bundoq qo'yamiz. Mana qaytib. So'ra yo'q chiqariladigandir mana bu. Mana shu bulut bilan. Endi buni yarim soat sindirib turib qilish kerak. Mashlar qotib qo'yib kerak emasdi. Ana. Shu bitta soat. No eshik o'zim olmaman, lekin eshik yasovchigan bo'ladi bitta daraxtdan keyin. Mana shunaqa mashinadan bitta olamiz, keyin hamcha olamiz, bitta olamiz yana. Lekin qo'lim sal qonadi-yu, lekin ana daraxt qattiqligi uchun sal qonadi. Uni hech narsa qilmaydi menga. Chunki shunaqa. Bitta eshikcha yasaymiz. Endi eshikni qo'yamiz. Endi qanaqa o'zgaranga.
Bo'ynimga bot. Voy, voy. Yo'q, qaranglar mana bularni munchalar qo'yib. Tom teshilib deyapti, hozir ko'rsataman sizlarga. Naqaradan 1 minut. Yo'q, 1 minutdan emas menga. Yo'q. Buni to'kamiz. Yana to'kamiz. Bo'ldi, tur. Mana bu. Mana hozir biz ben yürüyeceğim kan. Ha. Bir dakika. Hozir beşli. Ana. O hozir ben o'zim o'yin bir gapda. Mana shunaqa yengim o'yin. Lekin ko'rich. Voy, bu qo'ziq chiqib yotibdi-ku. Boshqa uylarni tomchi voy, mana buniki ham potilabdi. Bu ana uniki ham potilabdi. Buniki ham potilabdi. Ana uniki ham potilabdi. Mayli, mahalla shu yerda ham bijbani qilishim kerak bo'ladi. Ana hozir biz men ham shu yerda bijbani qilishim kerak bo'ladi. Juda qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Ikkinchi qism chiqsa biz mana shu daraxtlarni chopib bu uylarni yangi qilishga harakat qilamiz. Bu sizlar bilan Abdunozir 2 bo'ldi. Xayr.